Abdulla Qodiriy yozuvchi, shoir, tarjimon, dramaturg. 20-asr o'zbek adabiyotining ulkan namoyandalaridan biri, o'zbek romanchiligi asoschisi. 1894-yil 10-aprelda Toshkent shahrining Eski Juva mahallasida tavallud topgan. Adibning otasi Qodir bobo xon beklar qo'lida sarbozlik qilgan. Rus bosqini paytida Toshkent mudofaasida qatnashgan. Bo'lajak adib musulmon maktabida, Rus tuzem maktabida, Abul Qosim shayx madrasasida arab va fors tillaridan saboq oladi. Rusov nomidagi Moskva adabiy kurslarida o'qiydi. Eski shahar ozuqa qo'mitasining sarkotibi, Oziq ishlar gazetasi bosh muharriri, Kasabalar shurosining sarkotibi, Mushtum jurnali tashkilotchilaridan biri va tahrir hay'ati a'zosi sifatida faoliyat yuritgan. Adibning ilk chiqishi Sadoiy Turkiston gazetasining 1914-yili 1-aprel sonida Abdulla Qodiriy imzosi bilan Yangi masjid va madrasa nomli xabari bo'ladi. Adibning 1917-yili oktyabr to'ntarilishidan keyingi faoliyati asosan matbuot, ya'ni publitsistika bilan bog'liq. U 300 da turli maqolalar, publitsistik asarlar yaratgan. Abdulla Qodiriy jurnalistik faoliyati haqida xulosa: boshqalarning xizmat daftari bilan sobit bo'lsa, mening xizmatlarim matbuot bilan ravshandir, deydi. Abdulla Qodiriy yozuvchi va shoir sifatida faoliyatini 1912-yilda boshladi. Qodiriyning asarlaridan To'y, Ahvolimiz, Millatimga, Fikr aylagil kabi asarlarni yaratdi va Baxtsiz kuyov dramasi, Juvonboz hikoyasi uning eng birinchi asarlari bo'ldi. Padarkush asari Baxtsiz kuyov nomli dramani ham eslatadi. Teatrlarda ko'rsatilgan hikoya va romanlardan Juvonboz nomli ajoyib hikoyasini o'zi nashr qildi. Abdulla Qodiriy qalamiga mansub O'tgan kunlar romani o'zbek adabiyotining roman janridagi ilk asaridir. Shu bilan yozuvchi o'zbek romanchiligiga asos solgan. 1922-yil Inqilob jurnalida romandan boblar e'lon qilinadi. 24-26-yillarda har bir bo'limi alohida kitob holida nashr etiladi. Roman orqali Abdulla Qodiriy xalqning milliy ongini uyg'otmoqchi. Turib, millat taqdiri ustida astoydil qayg'uradi. Najot yo'lini esa adabiyotda ko'rgani bois milliy ruhdagi asarlar yaratishga kirishadi. O'tgan kunlar romanining ma'no mundarija g'oyasi nihoyatda keng. Unda xilma-xil insoniy taqdirlar, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy, axloqiy, oilaviy, ishqiy muammolar qalamga olingan. Roman 19-asr voqealarini o'z ichiga oladi. Murakkab tarixiy hodisalar romanning bosh qahramonlari Otabek va Kumush bibining fojiali sevgi qissasi atrofida ifodalangan. Voqealar rivoji mahalliy hukmdorlarning hokimiyat uchun qonli kurashlari muhitida kechadi. Boshqa yirik epik asarlardagi kabi O'tgan kunlarda ham hikoyanavislikning ko'p planliligi, ikkilamchi sujetlar mavjudligi, ketma-ket avj oluvchi va fojiali yakun topuvchi voqealar mavjud. Ilg'or fikrlarni olg'a suruvchi Otabek obrazi romanning g'oyaviy va kompozitsion markazi hisoblanadi. U savdodagi yozuvchi bir vaqtning o'zida o'zbek ayolining taqdirini ham kuzatib boradi. Ayrim an'analar, jumladan ko'p xotirlik, Kumush va Zaynabning o'rtasida o'limga olib boruvchi husumatga sabab bo'ladi. Yozuvchi go'zal, Otabekka bo'lgan sevgi bilan ayrim qiyinchiliklarni yengib o'tuvchi Kumush obrazini yaratadi. Biroq asar fojia bilan yakunlanadi. Kumush bibi kundoshi tomonidan zaharlab o'ldiriladi. Otabek esa vatanni himoya qilaman deb vafot etadi. O'zbek adabiyotining ikkinchi yirik romani ham Abdulla Qodiriy qalamiga mansub Mehrobdan Chayon romani 1928-yil fevralda yozib tugatilgan. 1929-yil Samarqand shahrida bosilib chiqqan. Bu roman mavzusi ham O'tgan kunlar mavzusiga monand xon zamonlari davridagi o'zboshimchaliklar tasvirlangan. Asarning nomi ham ramziy, chunki unda adib ziyoli ulamolarni qahramon qilib tanlab sajdagohdan chiqqan, unga nomunosib munofiq, qallob, tuban kimsalarga, e'tiqodsiz, hasadgo'y kishilarga nishonadir. Maktabdor Solih Maxtumning yumoristik obrazi yozuvchining jiddiy yutuqi sifatida e'tirof etilgan. Romanda Anvar va Ra'noning sevgi sarguzashtlari shoirona tarzda tarannum etiladi. Go'zallik, halollik, oliyjanoblikka intiluvchi Ra'no
xalq fe'l-atvoriga xos, ajoyib qiz, samimiy, toza niyatli, ma'nan sodda va ochiq. U Anvarni yorqin sevgi ila, beg'araz va sadoqat bilan yaxshi ko'radi. Anvar mardlik timsoli, adolatli, cheksiz vijdon egasi. Mehrobdan Chayon romanida xonliklar davri zulmi muayyan darajada sezilsa ham, adibda goho tarafkashlik mayllari ko'rinadi. Adib amalda realizm mavqeida turgan tarixiy haqiqatni mumkin qadar haqqoniy ifodalashga intilgan. Romanda muallif yengil hazil mutoyiba, kulgu yumor, piching, himoya kesatiq, hajv orqali Solih Maxdumning tabiatiga xos maqtab bo'lmaydigan xususiyatlarni batafsil ko'rsatadi. Bunday xususiyatlarning ichki va tashqi ijtimoiy ildizlari ham ochadi. Ayni paytda Maxdumning hamma nuqsonlarni yuvib ketarlik fazilatini ham ta'kidlaydi. Nima bo'lganda ham Maxdum o'z zamonasining eng oldi domlalaridan, Qo'qon aksariyatining savodxon bo'lishlariga sababchi ustozlardan. Romandagi Anvar bilan Ra'no obrazlari bir qarashda romantik qahramonlardek taassurot beradi. Barkamollik, aql-zakovat, do'stga, sevgiga sadoqat, erk, adolat yo'lidagi shijoat bobida ular afsona, doston qahramonlarini eslatadilar. Ishqiy mulohazalar bobida bu ikki yosh juda erkin, oralaridagi gap-so'zlar bir qadar kitobiy, shoirona. Masalaga sinchiklab qaralsa, Anvar va Ra'nodagi favqulodda, kitobiy tuyulgan hislatlar, ularning g'ayritabiiy xatti-harakatlari mantiqan va ruhiy jihatdan asoslangan. Ular maktab ko'rgan, yaxshi tarbiya, chuqur bilim olgan, Sharqning yuksak madaniyatli, humanistik g'oyalarini o'zlari uchun chin e'tiqod, bosh maqsad qilib olgan odamlardir. Adib asar personajlari qismati bilan bog'liq holda muhim tarixiy hodisalar, shaxslar, sarguzashtlar haqida ham ma'lumot berib o'tadi. Solih Maxdumning kechmishi, ota-bobolari qismati bahonasida keltirilgan Amir Umarxonning kanizi to'g'risidagi hikoya, haq ishlari uchun jabr ko'rgan Saidxon, Mulla Siddiq va Mo'minjonlarning achchiq qismati, Xudoyorxon tarixi to'g'risidagi ma'lumotlar, Og'acha oyim sarguzashtlari, xon harami, xotinlari, o'rdadagi qullar haqidagi aniq ma'lumotlar asarda salmoqli o'rin tutadi. Ular bilan tanishganda hujjatli tarixiy, publisistik asar o'qiyotganday bo'lasiz. Yozuvchi ba'zan qahramonlarning tabiatini, xususan haramdagi qizlar fojiasini hazil mutoyiba, o'yin kulgu orqali ochib beradi. Ammo bu kulgili bo'lib tuyulgan hodisalar zamirida jiddiy insoniy drama va shafqatsiz haqiqat yotadi. Xullas, Mehrobdan Chayon hayot haqiqatini orttirmay va kamitmay, o'z holicha jamiki qirralari, tovlanishlari bilan gavdalantirgan, xarakterlar olamini, ruhiyatini o'ziga xos ohanglar, bo'yoqlar vositasida kashf etib bergan o'xshash yo'q badiiy obida bo'lib hisoblanadi.